qanaqa mandan aslabiy, mandan kam pul topadiganga assalomu alaykum jonim, siz yetganingiz bo'ladi deyman. 3-4 bolasidan ham erkak uylanmagan bolalar uylanishi normal holat. Bilmayman, biz O'zbekistonda bor shunaqalar O'zbekistonda. Bor, men aytyapman. Menga bir emas, 2 3 предложение bo'ldi uylanmagan bolalardan. Men sразу bo'ldi ajrashdim deb yig'lab yozganimda sразу yozishdi. Men mashincha pul topaman, mashincha sizga beraman, mashincha oyligim yetadimi deb ham yozishdi. Keyin men yo'q rahmat, bundan ko'proq kerak deb yozdim. Siz xohlayotgan inson qanaqa bo'lishi kerak? Idealniy bo'lishi kerak endi men hozir xohlayotganim. Faqat pul topish kerakmi yoki qanaqa boshqa jihatlari ham bo'lishi kerak? Madaniyatli inson bo'lishi kerak. Chunki onam slishki madaniyatli bizani o'rgatib qo'ygan. To'g'ri, men madaniyatli emasman, lekin minusga plus. Men sho'x bo'lsam, u madaniyatli bo'lishi kerak. Men ikkichi bo'lsam, u beshchi bo'lishi kerak. Men noto'g'ri gapirib qo'ygan joyimni to'g'rilash kerak u meni. Yiqilsam turg'izish kerak, yig'lasam ko'tarish kerak-da. Injiqliklarimga, chunki men kuchli ayolman. Ani yonimga bittagina eksima qanaqa yaqali tiriyaqali deboraman. Mendan bo'yi baland, mendan kuchliroq, mendan aqlliroq, mendan yaxshiroq topish kerak. O'shandagina men bo'ysunishim mumkin.